Ba'zida sizda shunaqa holat kuzatilganmi? Uyg'onganingizda qo'llaringiz uvushib qolib, xuddi qo'lingiz o'zingizniki emasdagi qotib qolib, harakat qila olmagan holda bo'lganmi? Yoki ba'zida shu kompyuterda ishlab o'tirganingizda qo'llaringiz qotib qolgandek, muzlab qolgandek, harakatsiz, jonsiz holatga kelib qolganmi? Aslida bu holatlar norma emas va bu holat har doim ham qon tomirlar bilan bog'liq emas. Balki bu holat aniq bir nerv, aniq bir joyda siqilishi bilan bog'liq bo'ladi. Bugun biz siz bilan qaysi 5 sohada bu nervlarni siqilib qolishini ko'rib o'tamiz va uy sharoitida bu muammolarni siz qanday aniqlash va bu simptomlardan qanday qutulishni ko'rsataman. Barmoqlar o'zi nimaga uvushadi va sezgirlikni yo'qotib qo'yadi? Bu holat ba'zi bir patologiyalarda uchraydi. Bu nerv sistemasi bilan bog'liq, qon tomir sistemasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mushak pay sistemasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin va to'rtinchisi moddalar almashinuvi bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Ba'zi bir minerallarning yetishmasligi bilan. Agar sizdagi u qo'l va oyoqlardagi uvushish nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lsa, asosan simptomatika lokalniy kechadi. Yo bir qo'lingizda, yo bir oyog'ingizda uvushish va ko'p holatlarda og'riq paydo bo'ladi. Og'riq va uvishishlar tanani ma'lum bir holatga qo'yganingizda kamayishi va ba'zi ma'lum holatlarda ko'payishi bilan kechadi. Bu simptomlarni oldini olish asosan to'g'ri turmush tarzi bilan bog'liq. Ya'ni telefonda yo kompyuterda yo kitob o'qib o'tirganingizda qaddingizni tik tutib o'tirishingiz, bo'yningizni to'g'ri holatda ushlashingiz, yengil gimnastikalar qilishingiz va ish jarayoningizda vaqti bilan, masalan har yarim soatda dam berib, o'sha vaqtda yengil gimnastikalar qilishingizni tavsiya qilamiz. Agar qo'l va oyoqlardagi uvishish, moddalar almashinuvi buzilishi va organizmdagi boshqa sistemik kasalliklar oqibatida bo'lsa, organizmda unga qo'shimcha yana umumiy holatlar, simptomlar kuzatish mumkin. Bu bosh og'rig'i, bosh aylanishi, tez charchash, terilarda o'zgarishlar, sochlar to'kilishi va boshqa qo'shimcha sistemik shikoyatlar bo'lishi mumkin. Uy sharoitida bunday bemorlar biologik aktiv dabavkalar, ya'ni kalsiy, magniy, kaliy, polivitaminlar iste'mol qilishi bilan oldini olishlari mumkin. Agar yuqoridagi sanab o'tgan holatlarimizda shikoyatlaringiz ortib borsa, ko'payib borsa, shikoyatlarga boshqa qo'shimcha patologiyalar qo'shilsa, bergan tavsiyalarimizdan yengillik ko'rmasangiz, unda zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingizni tavsiya beramiz. Qo'llar uvushishi anemiyya deymiz. Bu ya'ni qaysidir patologiyani birinchi signali. Ya'ni buni inkor qilib bo'lmaydi. Buni oldini oladigan tavsiyalarni qilgan holatda kechmasa, shifokorga murojaat qilishingiz kerak.